Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Mana bugun ushbu roligimizda Dubayga kelib ish topishning eng oson 5 ta yo'lini aytaman. Unda qani ketdikmi, boshladik. 5-yo'li bu Dubayga to'g'ri CV tanlash kerak. Ya'ni ko'p insonlarning CVsini ko'raman, juda xato, tajribasi, tilni bilishi, telefon raqami, qayerga qilaman, manzillar noto'g'ri ko'rsatgani uchun ular ko'pincha intervyuga chaqirilmaydi. Sababi sizda CV'ni ko'rganda sizda rasmingiz, qayerdaligingiz, telefon raqamingiz, ya'ni Dubaydagi bo'lishi kerak va lokatsiya ham Dubayda ko'rsatadigan bironta manzil bo'lishi kerak. O'sha tajriba asosida siz qayerda ishlaganlaringizni ham aytib berishingiz kerak. Ya'ni 5-yo'li bu siz to'g'ri tayyorlangan CVda deb o'ylayman va buni aniq bilaman. Shuni to'g'ri qilsanglar, sizlar intervyuga chiqasizlar. 4-si bu siz aynan Dubayda bo'lishingiz kerak, chunki kompaniya sizlarga rasvod qilgandan ko'ra mana bu yerda ish istayotganlarda olgani afzal. Chunki kimgadir xorijdan u rostdan intervyudan o'tyaptimi, kimdir o'tib beryaptimi, uni bilmagani uchun, ko'plab tajribasida pand yegani uchun ular shu yerda yurgan insonlarni ishga olishda afzal ko'radi. Ya'ni shunday keldi, bilet sarflamaydi. Ya'ni aniq yuzi bilan ko'rib turibdi, yuzma-yuz intervyu qilgani uchun o'shalarga imkoniyatlari ko'p bo'ladi olish, chunki ular bu yerda turadi. Ya'ni 4-yo'limiz siz Dubayda bo'lishingiz kerak. Bu 3-yo'li mana yurib, orqamdan shuncha restoranlar turibdi, shu yerlarga kelib bemalol topshirsanglar bo'ladi. Ya'ni offline yurib, shunda ish bormi, yo'qmi deb turib, shunda kirib so'raysizlar, orqamdan shuncha restoran, orqamda Burj Khalifa, ya'ni kelib bemalol apply qilsanglar bo'ladi. Natijasi Allohdan. 2-yo'li bu siz offline qilganingizdan keyin uyga qaytasiz. Uyga qaytganingizdan keyin bu esa online orqali. Ya'ni offline ham qildingiz, offline qilgandan keyin online. Endi online'da ham yo'llari bor. Ko'pchilik faqat LinkedIn va Indeed'dan qiladi. Undan tashqari sizlar kompaniyalarda bilishinglar kerak bo'ladi. Misol uchun Alshayani o'zini ofitsialniy kompaniyasi bor, yoki bo'lmasam Azadega degan kompaniya, ya'ni misol Zara, Pull&Bear, o'sha bari sotuvdagi ishlaydigan kompaniyalarda o'zini alohida sayti bor. O'sha yerdan profil ochib turib, akkaunt ochib turib, o'sha orqali sizlar rezyume topshirishinglar kerak. O'shanda natijasi bo'ladi. Bu 2-yo'li edi. Avvalambor birinchi o'ringa Allohdan so'rashni tavsiya etaman, chunki Allohdan so'rab, ibodat qilib, Allohdan rizqinglarni so'rasanglar, albatta natijasi bo'ladi. Chunki bir natijalar ham bir niyatga qarab turib bo'ladi. Niyat qilasizlar, shu Allohdan doimiy so'rab, duo qilib, shu ishinglarni topib ketishinglarda Allohdan ko'mak so'rasanglar, chunki Allohdan sizlarga yordam ko'proq bo'ladi, chem biz oddiy bandalardan ko'ra. Shu sababli Allohga tavakkal qilib, shu chiqqaninglar ma'qul bo'ladi. Bu number 1. Chunki nima bo'lganda ham mana azon ham chaqirib yubordi. Nima bo'lganda ham ibodatda va natijani Allohga tashlab qo'yinglar. Mayli, ko'rishamiz.